Sloveniyadaman. Shanba bozor. Pauza qilyapmiz parkingda. Bu tomonda parking bu yoqda. Kartada qarasam, yonida ot ferma bor ekan. Sekin aylanib keldim. Bu yerda ikkitasi yuribdi. Ichkarida ferma bor ekan, endi yo'qqa kirmadim. Baribir qishloq sharoiti o'ziga tortadi, bizni baribir. Qishloqda katta bo'lganmiz. Bizga mana shu yaxshi. Zo'r joylar ekan lekin. Odamlar ishlashyapti. Sloveniya o'zi kichkina davlat, yonida Avstriya bor, Italiya bor, Xorvatiya, Vengriya bor. Yonidagi davlatlarga kelganman hammasiga. Sloveniyaga endi birinchi marta kelishim. Zo'r joylar ekan lekin toza havo, tog'li joylar Avstriyaga o'xshab ketadi. Fermer bedani o'ryapti.